Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. Vaka ve mülahize programımızın 73. saniyı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz, hemmeler malum boğandak her daim gün tertipteki en yeni mezmunlarını vakti-vaktida analiz kılıp sunuvatkan programımızın yeni bir bölümü de huzuruna duruptuk. Elbette her bir program bulup ikinci bir program boğu için nurgulluğun mezmunlar yığılıp kılıvatıdı. Vaktimizni şunçak çeng tutup kılsakmı kanmay vatkan programlarının biri bütün görünmelerimizin hazırgacha intayın mühim meselelerini, yeni meselelerini analiz kılıp sunup kılıvatımız Doktor Aziz Mehmenimiz bilen. Bugün inşallah tünügün elanımızda bəgəndək Xitay uruşqı tayarlıq kılıvatamdı mavzusudu söhbət qıldığallığımızda elan bəgəndik. Kündülük xəbərimizdə mü görüb durvatsızlar nurgun rayonda bolsun, dünyada bolsun nurgun yeni meseleler nəhayət ciddi şəkildə ketivatıdı. Bununla vaxtımız yetkənçə toxtuluşqa tirişimiz. Bugünkü programımızdan şunaqla köpünçə vaka və mülahiz programımızdan ki Aziz Mehmen bulup kelivatqan hürmetlik doktor Ankara Hacettepe Tarix Fakültesi oxutucusu şunaqla strategiya mutaxassisi şunaqla Uyğur Tədqiqat İnstitutu rəisi doktor Erkin Əkrəm təklif qıldı. Qimmatli vaxtdan çıxarıb qatnışıb bəgərlik üçün köp rəhmət etimiz aldı bilən. Mənim rəhmət etmə. Rəhmət. Qadirli görünmələrimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqalıq Nəx Meydandan tarix qıtılıvatıdır. Ekran alda çıxıb durvatqan numarımız şunaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq. Programımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif olsa, belişənlərini, suallarına olsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şunaqla köplügən qeyrindaşlarımızın faydalanış üçün həm bəhərləb qoşuna, həm unutmağa istər. Ondaqda yuqur diginimdək köplügən məzmunlar var, bir toxtulduğan. Bir vasıta başlayıb kəssək, hörmətli doktor. Aldı bilən, şu Xitayninki şu qıtımqı 20-ci növətlik şu 4-cü umumi yığında oturuq qoyulğan məsələlərdən kirəyli. Aldığımızdaki 3-cü aydan başlayıb yolu qoyulğan 15-ci 5 illik tərəqqiyat planında Xitayның özünün axbaratı, organ torbətləri elan qılan məsələlərə toxtuluşumuz gerek olan məsələ. Xitay özü bu aldığımızdaki 5 yılını mücməl məzgil deyib atıdı Xitayның axbaratları. Məsələn, Şinxua agentliyi Xitay strategik fürsətlər, xətərlər və xırıslar bilən tolğan, eniqsiz, mücməl və aldın pərəz qılğıl bolmaydıqan amillər köpüydüqən bir dəvrə kirdi deyib bu şəkildə bədi. Və biz anda qılışımız gerek, manda qılışımız gerek, o bu da bir münşə gəplə. Amma bunu qandaq əməlgə aşırdığanlığı, məbləğini qandaq qayardan kildiğanlığı haqqında təfsili məlumat bəmədi. Şu an Xitayning ki aldığımızdaki bu mevcut haletinden nimelerini analiz qilishimiz, nimelerini kütüşümüz mümkün. Toğradaydı Xitayla, yani bu hazırki dünya teximi, mücmel teximi aldığını görəməslik bir devrinin ki iqimi başlap oldu hazır. Bunun biz düşərgən bulup mu 2. Dünya vuruşundan kim dünyada kurulğan tüzüm, sistem, tertip bunlar hemmisi bozulmadı. Hem de yenisi tıkıp kurulmadı. Yenisi kurulup oğuca bu ceryan aşında mücmel ve perez kılıçta kıyım oldu hem de. Bunda bir peyde hem de tarihi tecrübe qaraydıgan olsa her devlet özününki güçünü siyasi, iktisadi, diplomasi, hərbi, mutafiye degендek her sahadaki güçünü güçlendirişke mecbur kalıdı. Yani bunu da egişip Xitayma bu cette bazı tayarlıklarını kılıvadıdı. Xi Jinping'in neçə yıl evvel şu 100 yıllık özgürlükler başlavadıdı o da iniqtigen. Bunu hatta Putin'e yani Rusya Federasyonunun ki reis olan Putin'e bundaki vəziyyətdə həmkarlığını teximi güçləndiriş lazımdır. O təkliflərimi bəgəm öz vaxtıda. Ama bu cihanın bunda bozuluşu yalnız da Amerika, Qərb ya ki başqaları əməz Xitayının özünün kimi bu şirkətdə bəzi günahları mı var? Misalға Xitay 90'lı yıllardan itibaren dünyanın ki yalnız bir kutupluk olmaydı, köp kutupluk buludu. Bunun için küreş kılımızda geldi.
Buna dünya merkez güç acizliğin vaxtıda başka güçlerime oturup çıkış başlaydı. O köp kutupluk degen nersemdi. İkincisi Xitay yükseldi. Dünyanın ikinci iktisat güçüge iyi oldu. Bu iktisat güçüge tayinip durup teknoloji deyimiz, harbiy cettin deyimiz, kural işlep çıkarış cetti deyimiz, hemmisinde bir yükseliş oldu. Bu yükseliş bile hoşum devletlerimi ensreşki sağandek, ma cihanını soravatkan Amerika ve Garb'nimi ensreşki saldı. Şununla bu cihanın bunda tertipleri, tüzümleri bozuluşunun bir sebebimi Xitay özü oldu. Ama Xitay muşundak bir cihanda, yani muşuna çeçilan bu bir cihanda kanun tonumaydıgan, tüzüm tonumaydıgan bir cihanıga karşı kandak tayarlık kılış cette bayasız degendek bizgime inek bir gapni dep bermevatıdı ama hazırki şu cihandaki bu kaylamkançılıkla karşı kattık bir pozisiya bile karşılavadıdı. Bununla bunun ikinci tarakkiyatga qarab Xitayninki zadi neymiş qilmoqchi deganni texmi aniq so'zligil bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh. Endi yana hamda albatta vatanimizdagi Xitoyning jinoyatlari uzluksiz holatda vahshiyligini to'xtatmay davom qilyotdi. Bu qatim yana 1 noyabr Xitoy Kompartiyasining organ jurnalida irqiy qirg'inchilikni yana bundan keyin ham davomlashtiradiganligi haqida ishoratlar va nurg'un izdenish, yani Xitoy Kompartiyasining organ jurnal bo'lgan izdenish jurnalida atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Komitetining imzosida yangi boshlanish nuqtasida sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqayli nomli bir uzun bir maqola e'lon qilinib, bu yerda butun shu atalmış Uyghur Abnum Rayonidagi Kompartiyaning yetakchiligida ana qildik, mana qildik, quruq safsatalar. Uning keyin bu yerda yana shu atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishi, bundan keyin texnik buni kuchaytirganligi, Xitoy televizionining texnik kengaytirilib umumlashtirilganligi, xuddi hozir umumlashtirib bo'lmay qolgandek, atalmış Junxo millatining qalbdan e'tirof qilishni, o'z ichiga olgan 5 ni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirilganlik qatorliq bu terror siyosatlari tilga ilindi hamda. Va Xi Jinpingning 4 qatim Sharq Turkistonga borganligi shu 2014-yildan boshlab bular tilga ilinib, muhim nuqtasi bu yerda yana bir tarafdan Xitoy bo'lgan sirtqi ko'rinishga qarasak, shu lager siyosatidan keyin xalqaroning besim bilan biroz hozir hiylagarlik bilan yolg'ondan bo'shatgandek, chegaralarni echib o'tgandek, hattoki Uyg'urlarning kirgizganligini bo'lishiga alqavatan berib kelganligini tashviq qilib, xuddi siyosatni yumshatgandek ko'rinish bilan birga miyadagi so'zlar qarasangiz, yana shu Sharq Turkistonda jamiyatning muqimlashganligini tilg'ab bo'lib, yana atalmış 3 xil kuchning singib kirishi, buzg'unchilik qilishning to'xtab qolmaganligi, atalmış terrorlik qarashtirish, muqimlikni qo'g'dashning yanada mushkul ekanligi, bu 3 xil kuchga qattiq zarb berish, yuqori besim holatini saqlab qolganligi, chegara rayonining muqimligi degandek, hattoki pan-turkizm, pan-islomizm ideyasining bu Sharq Turkistonda uzun muddatdan buyon davom qilayotganligi, shu buni yıldızdan qumurib tashlash uchun texnik kuchaytirib, har qaysi millatlarning yo'g'rilishini ro'yobga chiqarishimiz kerak degandek buni so'zlayapti hamda. Bu oldimizdagi jarayondami yana hamda sirtqi ko'rinishda boshqa narsa ko'ryapmiz. Bu yerdagi siyosat texnik yana davomlashadiganligini bildiryapti. Bu ikkisini qanday ko'rasiz, buni qanday qaraysiz bu ikki so'zga? Söz bilan amin. Hamda ansirayotgan tarafi o ras. Haqlar ko'rsatgan tarafi hamda o biraz reklam. Demek ki Xitoy bu Sharq Turkiston meselesinde de bayağı degan xalqaro vaziyatlardan ansirash qilayotganligi aniq buni. 20-30 yıldan beri şu Sharq Turkistondagi bölgünçü kuchlarni yo'qitamiz, yıldızdan qo'pirib tashlaymiz degan gaplar deb kelyapti. Demek 20-30 yıldan beri tüktemedi. Aslında bu 100 yıllık, 1000 yıllık bir mesele bu. Yani Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan siyosatininki inkası bu. Yani Xitoy bu yerda zulm ilib borgan ekan,
rayondaki halk onunla karşı çıktı. Şununla bu ideyada kalan bir düşünce, onu onda 20-30 yılın içinde yokutuş, onda asam toktumaydı. Bazen cimri kaldı diyen bile, o bisim bile boğanlığı. Ama fırsatlar peyda boğan çağda Xitay'nınki o ensirəşləri əmməlgə aşıdığan, yani ayan bolduğan lığı iniq. Misalға deyli, şu Şimsey'ninki 43. yılı, 44. yılda mı aşında mındak başkuru ettik, andak mukumluqni qoqdab qaldık, manda yaxşı, anda yaxşı davat etdi. Ama şu vaxtlarda zulümle iğirdi. Ama şununla 2. Cumhuriyet ilan kılındı. Demek ki bazen bu mukumluq kovdandı, bularning yıldızdan kopurup taşıldık diyen gepler belki xalqlarga davatqandek ko'rinsimi, aslında o'zini tasalli qilish, o'zini ishontirish qilish uchun so'zlayotgan so'zlardi. Hamda Sharq Turkiston meselesi yalnızla şu rayonniki meselesi emas. O mesele çigra halkıp başka xalqaro sahnaga kirgan bir mesele bu. Şununla xalqaroniki kuchları Sharq Turkiston meselesiga aralashsa, texmi çataq bo'ladi, natija bilan ortiq ko'rinish texmi murakkab bo'ldi deb ansirashlar bor. Bu ansirashning tegidek deb bir psixologiya yoki ideya jihatdagi bir mesele var. Yani bu bölge işgal rayonlar qo'ldan ketib ketishini ansiraytamdi. O'zininki zemini bo'lmag'achqa. O ansirashlar hozirgi yurgizayotgan iqtisodni jonlantirish, kuchlantirish, yeni İpek yolu strategiyani amallashtirish degandek bu meselelerni hal qilish uchun bu muqimlikni chim tutish. Şununla üç güçlerinki bu meseleni devamlı tılgı ilişimi şu. Hem de Xitay yükselgenden keyin düşmanımı köp buludu. Düşmanlarının köpeyişi onun ensireshini texmi köpeytidi. Eğer de navada bu sırtdagi güçlerle bir jang qilib qolgan taqdirda Sharq Turkistondagi, Tibetdagi ba'zi rayonlar muqim bo'lishi kerak. Onun için bu rayonlarda texmi qattiq qo'lliq siyosatni elib beryapti. Siz degandek hozir shunda muqimlik bo'ldi, chegara ichilyapti, nurg'un chet elliklar Sharq Turkistonga kirib chiqyapti, nurg'un elchilarni ziyorat qilib ketib bordi. Bir chetdan bu xil ko'rinishlar bor, bir chetda boya degan ansirashlar bor. Shuningga bundaq muqimlik bir sharoit ostida uch kishini yani tilga ilishga mecbur qilyapti. Xo'sh. Hakikaten oradayız doktor hamda. Şu hamda Yaponiya meselesi kiriştim elbette şu bir qancha haftadan buyon Takaichining so'zdan keyin Yaponiya Xitoy meselesi ciddi avj oldi hamda krizislar. Uningga to'xtalishdan burun şu uzundan buyon har suhbatimizda Rossiya Ukraina meselesi tilga ilinib kelyapti hamda. Şu yaqinda şu bir qancha haftadan buyon Trump'ninki alohida vakili Vitkov ve kuyog'li Kushnerni evet bu yerda paranglashgandan keyin suhbatda o'ltirgandan keyin nurg'unlagan analizlar uning kendidan mayli Turkiya televiziyalarida bo'lsin hamda bu urushda Rossiya Ukraina urushida bu ko'rinishdan keyin mag'lub bo'lgan taraf Ukraina bo'ldi. Bundan keyingi bosqichning hammasi Rossiyaning manfaati uchun davomlashdi. Yevropaning bir tarafdan Ukrainaning kaynab turimiz deb butun tirishchiliklarning hammasini sug'uchilashgandek bir ko'rinishni ko'ryapmiz hamda. Bundan keyingi bosqichni bu urushdan eng chong g'alaba qilgan yana Amerika bo'ldi deb analizlarni ko'rdim hamda. Qanday qaraysiz hamda? Qanday bir natija bilan chiqishi mumkin hamda? Her kadar canlınki bir siyasi maksatı ile münasebetlik. Hoş. Çünkü bir siyasi maksat, siyasi nişan ne emelleştiriş için can içi demdi. Eğer de Rusya'na esas alsak, çünkü can başkan tarafı, o dedi ki yani Ukrayna'da şu asas kanunga yazılış lazım,
Rusiyaga dushmanlik qilmaydigan bir siyosatni belgilash. Ikkinchisi NATOga kirmaslik. Ondan keyin Yevropa Birligiga kirmaslik degandek shartlari bor. Ondan keyin Krim aralığı ve Donbas degan bu Ukraynaning sharq to'proqlar Ruslarga ait bo'ladi. U yerdagi bu rus tilida gapirayotgan millatlar mustaqil bo'ladi deb. Agarda shu hozirgi men degan maqsadga erishgan bo'lsa, jangmi futuhli bo'ldi degan gap. G'alaba qozondi degan gap. Hozirgi shu siz deb o'tgan bu muzokaralar, yig'inlar, ko'rishishlar hozirgi shu Rossiyaningki g'alabaga mos kelgan bir taraqqiyot bor. Shuning bilan agarda shu amallashsa, mayli qanday shaklda bo'lsin, u vaqtida Rossiya qozongan bo'ldi, Rossiya kuchlangan bo'ldi va Rossiyaningki g'alabasi Xitoyni jasoratlantirdi. Xitoy texmi qo'rqmaydigan jasoratlik bo'lib ketdi. Tayvanga bo'lgan bisimni texmi kuchlantirdi. Japoniyaga bo'lgan va qolgan Filippindek nurg'un davlatlarga propos qila oladigan va yo'g'on gap qila oladigan bisim ishlata oladigan shunday bir halni yaratib qo'ydi shu Ukrainaning urushi. Endi bu Ukraina degan davlat shu harbiy kuchi jihatdan hisoblaganda dunyoning 22-chi harbiy kuchi. Rossiya degan vaqtida yolg'izlar harbiy kuchi desak, ikkinchi navbatda. Ya'ni ikkinchi bir kuch, 22-chi kuchni abayla yengalaydi. Nima deb yengolmadi? Amerika shu Biden hokimiyati vaqtida buni qo'llagan bo'ldi. Bundan keyin Yevropa davlatlari ancha-muncha yordam qilib berdi. Bu Trump kelgandan keyin bu yordamni qilmaydigan bo'ldik dedi. İşler hammasi shu Yevropa davlatlariga qoldi. Yevropa davlatlar shu keyingi shu 20-30 yildan beri Amerikaningki xavfsizlik qo'g'dash ko'langa yoki yomg'irlik ostida o'zininki shu iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotlari degandek shuni taraqqiy qildi va shuni uyg'unib qoldi. Ya'ni Yevropada jang bo'lmaydi degan bir ang paydo bo'ldi. Shuningga bu bir jang bo'lsa qanday qilamiz degan masalani endi o'ylashyapti. Keyingi 20-30 yildan beri buni o'ylashib bakmadı. Yani Trump qo'lni tatgandan keyin sizlar o'zinglar qilinglar shu Yevropaning masalasi va Ukraina masalasi o'zinglar hal qilinglar degandan keyin ularma hamdan qoldi, chunki bayağı men deganda 20-30 yildan beri tayyorlik yo'qdi. Shu. İdeya tayyorlikmi yo'qdi. Hozir bunda bir ahvol paydo bo'lgan chaqda qurol ishlab chiqarish jihatda ojiz qilyapti. Qurol ishlab chiqarish uchun pul lozim. O budjetdan pul ajratilmayapti. Rusiyaning Yevropadagi xil banklarda qolgan pulni bir xashlayli deyapti, ammo Rusiya tahdid qilyapti. Yevropada ba'zi davlatlar unmayapti. Agarda u pul bo'lmasa, o pul bilan Amerikadan qurol sotib olish yoki boshqa davlatdan qurol sotib olish ishmi bo'lmaydi. Undaqda Yevropa Birligi Amerikaning taklifini qabul qilishga majbur qoladi. Qolgandan keyin bayağı Putinninki jang etishning maqsadiga erishgan bo'ladi. Ya'ni Ukrainaning o'zida yangi bir saylamga kirdi. Saylam bilan birlikda asos qonunlar o'zgardi ve shundaqla Rossiyaga beqingan bir Ukraina davlati paydo bo'ldi. Hozirgi misolga Ukrainaning reisi Zelenskiy belki o mu başka bir ülkeye gidip kelishi mumkin. Bu jang tugasa mecburi Yevropa devletler mecbur bir şekilde bu vaziyetni neticeni kabul kıldı. Kabul qilib bo'lgandan keyin Yevropa bilan Amerikaning orasida, Yevropa bilan Xitoyning orasidagi munosabatlar undan keyin yangi bir davrni boshlaydi. Başlagan chaqda shu Amerika Yevropa orasi yiriklashdi o. Shuningla Xitoy bilan shu iqtisod tijoriy jihatda savdo jihatlarda balki bir taraqqiyotlar bo'lishi mumkin. Bu 3-4 yil avval
Avrupa Birliği bilen Xitayning arasında karşılıklı birbirisiga mablag' selish bir kelishim vardı. Bu kelishimni Avrupa Birliği Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan bu zulm siyosatiga qarshi buni to'ntib qo'ygan bu kelishimni. Xitoy belki arzu qiladi bu kelishimning amallashishini. Agarda bu hozirgi men degan jang ashunda tugab qolsa, u vaqtida Yevropa bilan Xitoy arasında bayağı kelishimni to'nglatgan yerda isitib, uni shu harakatga yoki amallashtirishga boshlaydi. U vaqtida Uyg'urlarni deb buni to'nglatgan ahvolma erib tugdi degan gap endi. Undaqda Yevropa Xitoy munosabatida Uyg'ur masalasi bir tarafda qoladi, hozirgi Amerika Xitoy munosabatida bo'lgandek. Ya'ni Uyg'urlarga yaxshi bir ahvol bo'lmaydi deb o'ylayman. Tabii hozirda muzokara davom qilyotdi, bu jarayon davom qilyotdi. Qanday bir oxirlashadi deb bilmaymiz. Hozirgi shu vaziyatga qarab, shunda bir oxirlashadigan ehtimoli bor deyaptimi, ammo bu Turkiyaninki sobiq Cumhur Reisi Demirel'ning bir gapi vardı. Bir siyasetçi için bir gecelik saat, yani 12 saat mı belki mi köp buludu deydi. Yani her saatte, her minutta bir nesle özgürdü demekçe. Bunu özgürlük bilişim mümkün. Hazırca şu analiz kılgan çağda şu bağ delillerge qarab bağladığımız. Avrupa Amerika münasebeti mi bu jang eğer de ebegidek ahırlaşsa münasebetler mi hazırgıdek jiriklik mi acizlaydı ve arasındaki münasebetler köperek yine ticaret ve şu soda, ticaret, iktisadi münasebetler belki boyuklaşışı mümkün. Ondan başka yükselgen Xitayga karşı malum seviyede hemkarlık kılışka tırışıdı deb o'ylayman. Çünkü Amerika'nınki hazırki Trump hükümetininki yaqindagi bu milliy xavfsizlik strategiya hujjatini o'tirib qo'ydi. Yani Xitoyning raqib bo'lganligini voz kechmadi. Yani Xitoyni yana nishonga qo'ygan gap. Shunga shu Xitoyga qarshi belki bu jang, Xitoyga qarshi bu kurash qilayotgan jarayonda Avrupa devletlerine ihtiyaç duydu. Ben degandek Avrupa devletler Xitoy bilan şu meselelerini, yani şu soda, iqtisodiy meselelerini kuchlantirishga tirishib, bir chetda bu qimmat qarashlari, yani inson haqlari, demokrasiya deganlarni belki ikkinchi o'ringa qo'yish mumkin. Yani bu oxirgi neticede dünya başka bir yolda minib bir dünya tüzümü, dünya tertibi yaratıp qilish mümkün. Tabii bunda asanla to'xtamaydi meningki farazim, yani 2030-2035'lerde bo'lishi mümkün. Eğer de bunlar bo'lib qolsa, hamda Uyg'urlarning xalqarodagi faoliyatlarni burunqidek asan to'xtamaydi. O qiyinchiliklar bo'ladi deb o'ylayman. Hoş. Hakikaten doktor hamda mevcut görünüşler insanı bazı oylandırıp koydu hamda. Yani aciz bolsan, yani mevcut mesela aşı ABK görünüşler çıkıp tuğan sindiki görünüşler mi? Hem bundan burun neçe görünüşler. Ukrayna meselesi tilga eliniyatdı ama bu şiranın üstünde Ukrayna yok yani. Başka birileri oturup bir devletinin şunçalar kan töküldü, insanlar öldü. Onun hakkında hükümle başkalar çıkardığı gibi değil mi? İçine çıkıp bir vaziyetim. İnsanlar nurgun cihette her birimizi oylandırdığı meseleler. Andikinem de doktoram da şu. Putin her daim menimki maksatım Avrupa dir titrep mesela şu Polonya'dan başlap hatta iki devlet Rusya'dan ensirep NATO'ya kirgen boldu keyin. Putin bolsa mening hech qanday bir Yevropada ko'zim yo'q. Mening shu shartim, hozirgi mavjud shartimni ado qilsanglar mening asli nimam yo'q deb o'tirib qo'yib turdi. Masalan, maqtim eng oxirgi qitimqi Putinning gapidimi?
bizning ko'zimiz boshqa Yevropa davlat emas u bu deb. Biz urushni xohlamaymiz. Agar ular urush qilib qolsa, nihoyatda ig'ir bir tahdid xarakterli gap qildi qo'yamdi. Agar Yevropa urushni xohlasa biz tayyor. Ammo bu qatim hargiz Ukrainaga o'xshash uzun suzilmaydi u ish. Nihoyat qisqa vaqtning ichida Yevropada biz bilan Shirani oldiga kelib o'ltirib suhbatlashadigan lider qolmaydi deb shuni aytdimdi. Bu cho'ng tahdid sifatida qilindi. Bir tarafdan Yevropa urush boshlanib hozirgacha Rossiyaga nurg'un qadam jazo yurgizyapti. Bu qatimki ko'rishishdan keyin Trump Rossiyaga bo'lgan jazodan yengiltishga boshladi. Shundoq qalaymi qanchalik ichilamdi. Sizga Rossiyaning maqsadi faqat hozirgi mavjud talabi o'rinlansa, Yevropada ko'z yo'qmi? Yani Yevropa chunki ansirayotidu, harbiy chiqimni ko'paytiramiz deyotdi. Chunki Amerika tashlab qo'ysa siz yuqori deganda shuncha bola her tarafdan acizlik olgandan keyin birdamda Rossiyaning oldida putirab turolmaydiganligini bilgachga. Şu bu vaziyatni siz qanaqa qaraysiz yani? Mikrofon qaytadan hamda eshildi mikrofon. O Rusya'nınki birinci Petro degan bir padişahı vardı. Yani 1600'ün ahir 1700'ün beşinde yaşayan. Onunki ölüşü bile bir vasiyetname qilib qolgan. O vasiyetname hakkında yağan degan var, rast degan var. Ama onundan keyingi Çar Rusya bo'lsin, Stalin Rusya bo'lsin, hozirgi Putin Rusya bo'lsin, bularninki ilib qolgan siyosati aşı vasiyetnamedagi maddaga birma-bir mos keldi. O nima degan joyda Rusya'daki bir devlet güçlü bo'lish uchun, güçlü bir devlet bo'lish uchun dengizlarga ichilish lazım. Fakat Rusya'nınki dengizga ichildigan yollar hammasi 3 aylık bir yol. Yani yaz ayda bu portlar içildi. Ama kalan aylarda tonlaydı. Çünkü Avrupa tarafına qaraydigan bo'lsak, Baltık dengizi var. U yerdan kirish. Bu sharq tarafdan qarasak, u yerdami Japoniyaga ichildigan yerda tarafdami tonlaydi endi. Shuningga Rusya shu Qor dengizdan O'rta dengizga ichilish kerak deydi. Hem de Osmanlı rayondan shu İran'a erishish, İran'dan ondan keyin İran koltuklarıga, yani dengizga erishish ve sharq tarafda bo'lsa, bugünkü bu Xitoyning Dongbay degan rayonlarga yaqin bo'lgan ikki port var. Dalian ve Yushin. Yani bu Konaylga Manchuriya degan rayonlar. O ikisine, o iki portuna ilish degandek. Yani bunda dünyaya içilgan takdirde, dünya dengizga içilgan çağda dünyanınki ticari yollarını kontrol kılıp oldu deydi. Ve dünyanınki şu en çoğun kuruqluğa ilgi boğaşqa bu kuruqluqda yaşayan devletlerine özününki kontrol astığa yaki tehdit astığa ağıl buludu deydi. Bu xil düşünce bu Rusya'da bir ideolojik bulup qabul qilindi. Misalga Yevrasiya stratejisi. Misalga Putinga yaqin ve Rusya'da tanılgan bir jeostratejiya mutaxassisi var. Yani Dugin deyilgan, Alexander Dugin. Onunki Rusya'nın jeopolitik degan bir eseri var. O eserde deydi ki, Helbüsünde güçlengen Rusya, quruqluqdaki chegarada bazı devletler buludu. Bu devletlerini tizgin qilish uchun bu devletlerninki chegarada o'tag'an millatlarni qo'zg'andirish lazım. Ve o devletlerge bisimni shakllantirish ve o devletlarni Rusiyaga bekindirish degandek shundoq ko'z qarashlari bor. Agar da buni asas olgan chaqda Rusya yeyildi, ichildi, bu bir Ukrayna bilan qilib qolmaydi deb o'ylayman. İkincisi, shu nimaga Ukraynaga hujum qilishdan evvel, 2 kun evvel Putin shu bir xalqiga nutq so'zildi.
Yani Rusya tarihini uzun uzun anlattı. Yani bugünkü Ukrayna deyimiz, Belarusya deyimiz, Moldavya deyimiz, hazır Kırım, Karadeniz deyimiz, hemisi Rusya'nın yeri. Şununla biz o rayonlara hücum kılıp, o yerine işgal kılışımız bizimki yüzümüzün yerine kaytırvagan bolumuzdaydı. Eğer de yani tarih qaraydigan bolsa, o vaqtida o Baltık denizindeki 3 devlet, Litvanya, Estonya degan devletler. Onundan kim Polşa devleti. Bular mı Rusya'ya kiriş lazım hem de. Yani küçüğünü Bulgarya'ya, Viyana'ya, Avusturya'ya yiyiliş doğru geldi. O şart taraftan dese, Mançurya'ya, Xitayning hazır Dumbiy davatkan yerlerge, iki Moğolistan'la kolga düşürüş ve yani küçüğe ilgi olsa Şarkı Türkistan'da mı kolga düşürüş ve bu Moğolistan, Mançurya, Şarkı Türkistan belki Tunganlarına işçiye katkan takdirde Xitayga bisim işilteleydi. Yani Rusya güçlense şu yerlerge içildi dep oylayman. Hoş. Muşu nime buruma muşu programda dedik bu deme. Muşu soğuk uruşlarının başlanışında Amerika Sovyetlerge karşı kandak kılamaz degen vaxtıda muşu Amerika'daki Moskova'daki elçixanada işlediğin bir katip yani George Kennan degen bir adam Amerika hükümetiga bir telegraf yazgan. O telgraf şunda uzun ki, onunki ismi uzun telgraf. Bir yerde deydi, Rusya'nınki siyasi analizinde kengaymaycilik var. Çünkü Rusya o altın orada degen devletini yo'qotgan ekan, o devletinin üstüde oturup kengaygan. Yani Kafkasya kengaydi, O'rta Osiyo kengaydi, Sibirya kengaydi, ta ki şu Şimali Mançurya'gacha kengaydi. İkincisi komünizm degan ideyama kengaymaychilik bor deydi. Çünkü dünyani komünizmlashtiramiz degan bir narsa bor deydi. Shunga bu onunki shu aniqlash hozirgacha Rus mutaxassislar bor bu. Rus mutaxassislarninki esas tayandıgan bir göz qaraşdı. Onundan başka şu Putin hemimiz bilimiz 2000 yılının 3. ayda Mao Yeltsin'den vazifeni ötküzüp algandan keyin saylam kıldı. Saylamda Putin utup çıktı ve bu saylamdan keyinki nutugunda şu burun Leningrad degan hazır şu St. Petersburg. Yani konu ismi St. Petersburg'da. Bu St. Petersburg'nınki Ebekimen degan şu 1. Petro'nun Katurgan heykelinin aslında nutugunu dedi. Dedi ki bu manga 20 yıl vakit beringlar, men sizlarga kudretlik Rusya berman deb. Demek Putin'ninki akıllıda o mu var yani? Kengaymaychilik ve Rusya'ga tava bo'lgan toprak ve halk hemsi biznindir. Putin bo'lsin ve onunki yaqinlari bo'lsin, ba'zan arlab şu Kazakistan nima bizninki zeminimiz, bizning toprağımız degan. Yani bu Kazaklar devlet kurup bakkan emas, devleti yoktu. Hazır xuddi devlet kurgandek o'zini ashuna ko'ryapti deb pes ko'rib tushirib qilyapti. Şunun Kazakistan'da ondan keyin biz şu 500 yıldan beri devletimiz var. Bizning Kazak xonliqlar bor deb kino mu ishildi. Hollywood ya pul berib turib. Yani bu Putin bazen arlab bir şikayetimi dedi. Yani Rusya tatırıp koygan toprağını birden qaytib alımız degan. Şunun hazır ben degan bütün şu nimalarni yig'ib kelgan chaqda Rusya yalg'izla bir Ukrayna bilan qalmaslik lazım deb o'ylayman. Misalga ba'zi cho'ng o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin. Albatta men deganlarni qilmaslik mumkin. Ama hozirgi paytda shunday bir ehtimolimi bor.
Ama budaki Amerika'nınki milli xavfsizlik strateji hücretinde Rusya'nı oncelik bir düşman da görmedimdi. Demek ki Rusya'nın hazırki Putin'nin de diyen gaplarga işini atadı. Ayaksız degende biz Avrupa ile alakamız yoktu. Belki Garbi Avrupa ile alakası yok ama Şarkı Avrupa ile alakası vardı. Hem de bunun ki nima güçünün merkezine şu Xitayga qartılımızda bir yazılgan bir hücret bu belki. Rusya'nı belki yatıştırış yani onu rahatlatış ona bir nimde mesele bu. Tehdit Rusya'ya tehdit kılmay durup onu hoş kılıp durup Xitay meselesini bir hal kılıp alay degan buluşma mümkün ama cihan burunqidek emas buzulup Şu. Hoş. Köp rahmet. Hem Yaponiya kileydi. Bu sanayi takayıcı hanım çıkan dekin bir şekilde toxtamayatıdı bu ciddiyçilikle. Bu ciddiyçilik meseleleri kilişten burun emmezge malum Erfiya hanım, Erfiya Ali ilgirki hükümette müşim vazifedeti. Bu kadın bu takayıcınınki hükümeti de oxşaş şekilde muavin taşqışla minister vazirlikiga tayinlendi hamdi. Qısqa bir şekilde sizinki göz qarşınızda alsam. Yani bir Uygurdan şuna bir vazifede buluşu Xitayning qanday bir aram qiladi degan masalada qag'iniga kiramiz elə. Tabii yani bu Xitayda taşkı ministerlikte yukarı seviyede kelgan bir Uygur yok. Ama Japonya'da var. Bu Xitayning yüzge bir şaplaq sağan buludu. Sen hem bu Halk Cumhuriyeti köp milletlerden teşkil tapkan deyse, o devlet hemmemizin devleti deyse, ondakta devletin başkurulan merkezde demiş ki başkaları yok. Bu halk kurultayının ki muavinlerinde milletlerine koyuvatsa ya Mongol ya Uygur. Ama hazır milletler komitesi var, onun bir şığa Xitay koyuvatsa. Hoş. Ona merkezine bir taraf koyayla Şarkı Türkistan'daki hükümet yani Ürümçi hükümetinde ama en çok başlıklı hemsi Xitay. Şu. Her kanda bu nazırlıkta karab baksak, nazırlıkta şu en köp hukuk tutkanlar Xitay. Ama yolsuzluk kılatkanlama yanı şu Xitayla. Şununla bu Japonya'da bunda bir ahval. Yani bir Uygur ayal, bir muavin minister bulalışı Xitayga bir yağan gaplarga bir şaplaq sağandek bulu demdi. Hem de Takayin'inki meselesiga kelsak, manda tarafiga dikkat qilish lazım. Yalğızla bu Tayvan degan Xitayning yeri, shuningga Xitayninki ichki ishlariga aralashdi degandek gaplar bor. Aslında Tayvan eğer de Xitay ötep ketken vaqtida Tayvan boğuzu Xitayninki içki dengiziga aylandı. Hoş. Ondaqda bu Tayvan boğazında ötevatkan bu kemiler ötemeydigan, ruhsat bermese ötemeydigan bir halıga keludamdi. Biz bir canlı hatırlayla. Misalıga şu 41. yılda Japonya Amerika'ya hücum kıldı. Hawaii'deki bir nimiga portuga hücum kıldı. Pearl Harbor hücumu dep koydu. Hemimiz oylayımız bu nemiş hücumunda kıldı. Yani tuğan yerde nemiş ki Amerika'nı diriktirdi. Nemiş ki Amerika'nın bu 2. Dünya Savaşı canga kırışka sebep kıpırdı dep. Aslında bu cangdan evvel İngiltere ve Amerika Asya Tinç Okyanusu'ndaki bütün şu katnaşını, deniz katnaşlarını kontrol altına alıp Japonya'nın ki nipit tabi gazlarını yani enerji yolunu mu kesken diye. Japonya'da bunda ham madde yok. Eğer yolunu kesvetse Japonya güçünü yoktu koydu.
Şununla Japonya mecburen amalsızlıktan Amerika'ya bir teklif selip, bir koktu. Bayağı digen şu katnaş yolunu iç bitiş maksatı. Yani Tayvan Boğazı maşincilik ekmiyetlik yani. Çünkü Tayvan Boğazı tosulup kalsa Cenab-ı Kore belki Şimal Kore için şunda Japonya'ya kırdıgan sırtın kildigan ham maddeler toktanıldı degen gap. Xitoy mushu Tayvan Boğazı bilan Japonya'nı tehdit kılalaydı, Japonya'nı tizgin kılalaydı. Şununla Japonya için Tayvan Boğazı, Tayvan moyum. Bu Japonya'nın bütün şu devletine başvurup bakan adamlar hepsi yaxşı düşündü bunu. Hoş. Ama iktidarda yani hakimiyet bir şeyde bu gapni Takai, baş minister Takai dek diyemedi. Bundan evvelki bu Shinzo Abe'mi baş ministerlikten ayrılgandan keyin dedi. Yani Tayvan'da bir mesele olsa, bir iş çıksa Japonya'da mı iş çıktı da degan gap. Hazır hem de Takai'mi şu Shinzo Abe'ninki siyasetininki yolunda devam kılayotgan bir baş minister. O hakimiyet beşide turup bunu ilan kılgan oldu. Bununki nemisi okşumaydı, derecesi okşumaydı. Yani Japonya ahire yüzünki aşu ensreşini uçuk şekilde koydu oldurğa. Hem de Xitaycadan desek, ebek men degendek Japonya'nı ve şu Asya Tinç Okyanus devletlerini kontrol kılalaydıgan imkanlarını qoğdayamaydıgan oldu bu Tayvan'ın bunda kılışı bilen. Hem de bu Tayvan'ın kolgu düşürümüzde bu milli bir meselemiz tutsa, yadro milli menfaat tutsa bunu nimişke arlaşıp da çiçanlaşıp sehrep ve bunu uztuvatıdı da. Ama dikkat kılgan olsak Takai sözlep 2 günden keyin Xitay ondan patlap çıktı. Nimiş 2 gün aşı sekinotda başlamaysa. Misalıga öz vaxtida Tayvan'ınki Cumhur Reisi Li Denghui degan bir adam vardı. O aşı Tayvan'da Xitay ayrı, biz ayrı dep detti o gapni. Kaçan muşu Germaniyanın avazı degan radyonun muhbirleri onunla bir interview kılgandan keyin bu yerda Xitay ayrı, biz ayrı, iki devlet münasebet degandan keyin Xitay chanlashib ketdi de. Yani Xitay bazı muşlar meselelerde keçikip nim kılıdı, inkaz gösterdi. Ama inkazını bağan seri güçlendiriyordu değil mi de? Xitay cidden hem de bunu Japonya'ya bunçilik bizim işitip kılgandan keyin Xitayca'da bir gap var, yolvasqa minib algandan keyin onun düşüşü qiyin buldu deb. Yani bu işni bek qiyin bir haliga ekelsen, hal qilishdi qiyin qoldigan gap. Ama Xitay onu belki özlerinin bir oyu vardı. Bu meseleni texmi pülep, yoğatıp, çoğaytıp kılvadıdı. Onundan ki nurgun devletlerge Japonya'nı tanqid qıpırınlar deb isililvadıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Japonya yani aşı militarist ideyasıyla oturga çıktı davadıdı. Hem de o öz vaxtidagi bazı beyannameler, deklarasyon, kanun, kelişim deganlarga müracaat qilib Japonya'nın kılvatqını aslında 2. Dünya urushundagi Japonya'nı tekrar canlandırış. Hem de Japonya hazır özününki harbiy güçünü güçlendiriyordu, harbiy teknolojini güçlendiriyordu, yeni kurallarını işlep çıkarıyordu. Bu yani bir kıtım can açmakçı, bütün halkara cemiyetler bununla dikkat kılış lazım deb mandak propaganda yani teşviklerini kıpkiliyordu. Bu Japonya tarafından deydigan bolsak, Japonya'daydı biz aşı San Francisco kelişimge boysunumuz, senin davatkan o deklarasyonga onda boysunduğun bir işimiz yok deb. Bular mı kanun cetten mi
inkaz bildiriyotidi, qarshi qo'yiyotidi va degan gapni qaytarib olmayman deb ochiq demagan bo'lsa-mu, biz Yaponiyaningki mavjud bo'lgan bir siyosatni davom qilyapmiz deb javob berdi. Yaponiyani tizgin qilish Xitoy uchun o'ng'ay bo'lmaydi deb o'ylayman. Xo'sh. Birisi bu Amerika bilan Yaponiyaning orasida mutafiya jihatda kelishimlar bor. Ya'ni Yaponiyaningki xavfsizligini qo'g'daydigan vazifasi bor Amerikaning. Bu kelishim davom qilyotidi. Arlab buni yig'layotidi. Bo'libmi shu Clinton'ninki vaqtida, ya'ni prezident Clinton'ning vaqtida yengilgan va Yaponiyaning xavfsizligini aloqador qilgan rayonlarni kengaytdi. Kengaytgan yeri Tayvangacha ichilganda shu vaqtlardan e'tiboran ba'zi Xitoy nima uchun qarshilmaydi shu vaqtlarda va bugünkidek ashundoq qattiq nima Tutun beşemlik bilan qiladi. Shu vaqtlarda qilmaydi. Ama manda bir ahvolni ko'ryapmiz. Hozir bosh ministr Takai yolg'iz beshiga Xitoyga taqabul turyapti. Amerika bu jihatda jim turilyapti. Ba'zan deb qo'ydi urushmanlar so'qishman. Hatta biraz yumshatgan so'zim Trumpman so'zini yumshatgan dedi ham. Hatta yumshatsimi o'ylab qo'ying yani so'zni biraz ishoratlab biraz so'zningki darajasini biraz tushirgan bo'lsa-mu Xitoy eshib olib bu yerda bishimni qabul qilmayman deb turgan texmbak sizlarcha qilyapti. Chunki Xi Jinping alayda bu Trumpga telefon qildi, Trumpga. Ha. Yani Japonga qarshi nima demamsa deb. Ve Trump'a şu nimani Takay'ni telefonda izlep onunla nim dedi bilmemiz ama o işini bunda çoğaltma dedi yani. Hoş. Demek ki bunundan Xitoy cesaret tapıdı. Elbette şunda Japonya'ya gitme isim işitdi. Hazırki vaziyet mışına körünüyordu. Xitoy ma şununla bu Japonlarga bir jazo berayli deb Japonluq naqshchilarni, Japonluq san'atchilarni qiynayotdi. Sen eğer de çok bir devlet olsan, düzenlemacında görsen, o sanatçı, o tövendeki, o siyasetten icrak adamlarını nimede bozak kılsa yani. küçüklükü de Bu ama bir şüpheylik hemdi. Çok devletlerde, çok devletke o salayetliğe yaraşmaydıgan bir işlerini kılıbatıdı. Bunlar hemisi halkara münasebetinin tarihinde yazılgan meseleler. Kelgüsünde Xitoy bilan bizim bo'lgan joyda mushlarni misol qiladi. Xitoy bir davlat bilan mushnak o'chmanlik bo'lib qolsa, manda qiladi deb. Misolga boya bergan bir misol bordi. Yevropa Birligi Sharq Turkiston Uyg'urlar haqida bir qaror olsa, ularning milletvekillerini, tadqiqot organlarini, şöyle bilim adamlarini ashlarni jazoladi. Ya ular bilan nim chattigan va shu qarorni aldığan shu Yevropa devletlerinki katvaşlar var böyle baş ministerler, prezidentler şu bu ashlarni bir jazolasamamdı. Yani uşaqlarni bu siyasetten jiroq turgan adamlarni, tadqiqotchilarni nima deb jazo bersa. Yani manda tarafima bor. Ama Xitoy borgan siri dunyoga bir ishonchlikni paydo qilish yeriga o'zining dunyoga tehdit soldigan bir obrazni yaratyapti shu masalalar bilan. Menimcha Yaponiya bu gapni yumshatmaydi da bir qaror beramayman ama bu gaplarni u yoqqa bir tatbiq qilib, bu yoqqa bir tatbiq qilib Xitoyni nim deymiz, Türkçe'de oyalama deymiz böyle. Shunday qilib vaqtni uzatgan vaqtning ichida o meselelerine yok qilishga tirishadi deb o'ylayman, yani taktik jihatda. Ama ikki davlatning orasındagi bu ziriklik boshlab ketdi. Japoniya bilan agarda qila olgan bo'lsa, Xitoy ertaga Janubiy Koreya uchun qilishi mumkin yani.
Janubiy Koreyanınki hazırki prezidenti biraz yumuşak, temkinlik, mana bir siyasetini ilip bir vadıdı. Eğer düğünme, aslında 10'cu bir adam sayılıp kalsa, Xitayga diveyleydi hamdi. Sen nimi de bozay kılsın. Xitay hamdi Janubiy Koreyaga bunu kılamdı. İhtimal, çünkü başkaları mı kılvadıdı. Şununla bu Japonya-Xitay münasebeti hazır jiri görüngen bolsa, her iki tarafının oylaydıgan bir menfaat meselesi var. Bu bolsa iktisat. Hem Japonya için mühim, hem Xitay için mühim. Xitay 1000 po astıma nurgun arplarını işlep çıkardık, nurgun muşunda dijital dinlerslerine, muşu yüksek teknoloji, muşu malzemelerini işlep çıkardık diyen bile, aşı işlep çıkargan atlan, kural, aşı kolda işletken telefonla, kompüterlerinin içindeki küçük parçalar, yani şu Japonya'dan geldi. Xitay mı ulağa Japonya'ya ihtiyacı var, muhtaç, hem de Japonya mı Xitay'ın bazırıga muhtaç. Yani jığıp kelgen çağda bu ikisi bir yer kelgen çağda iktisatga ziyan vermeyli, siyasette uruşup turaylı dep, şuna bir kilişidiğen okşaydı dep oylayman. Doğru zaten. Ya hakikaten abayqı körünüşlerdi mi oturumuzda çıkıp tuğan sindim. Bu Xitay bu qatim ya şunçilik haddini açtı ki hem de hatta konsullardan tatip qılgan muamelesi bulup Tayvan hakkında taka içinden qılgan sözden keyin. Hem de hazırgacha kun siri jiddiyleşmeye otudamdı. Bir-birinden o sözler bir devletke yarışıdığan bir sözler yok arasında. Beşemlikten başka narsa yok. Müşkü qarab bakalım müşkü görünüşü mana, ma görünüşüne. Ya bu kadar hem de insan Xitayning kiygan kiyimi 1919 5 ayda Xitay yoshlar namoyish qilgan vaqtida kiygan bir kiyim. 1919'daki kiyimde hem de. Nimde kiyip çıktı degan vaqtida o vaqtida bu Yuan Shikai hakimiyeti Japonya arasında bir maddelik bir kilişimni qilmoqchi. Ama Xitay bununla pek yakınlaşmadı. Onu hem de xalqarada Japonya bu özünün gücüden faydalanıp isim işletti. Yani mecburlaydı hem de Xitay kabul kılsın dep. Yuan Shikai hakimiyeti bunu kabul kılıştım biraz tatında çünkü memleket yani bu Xitayning içinde namoyishlar ko'payib ketdi. Hükümet ishlayotgan nurg'un shu mutaxassislar unmadi degandek. Şunun bilan bu yoshlar namoyish qildi, ya'ni Japoniyaga qarshi bir namoyish. Avvalgi boyagi Xitoy o'rta seviyedagi bir amaldor. O maaşı kiyimini kiyip, iki kolunu yan çukusuyla şu 1919'daki ahvalını hatırlatıvadı demdi. Şu. Yani bunda mehbi yüşürün uruşlama bir yerde demdi. Bir çoğun devletin salayetiga yaraşmaydıgan bir hakikat kıran karaşları. Şu. Onun için Xitay sosyal medyada... Bunun Japonya boğanması şapılak olanla saltıda samuray ruhu. O vakit ödep gitti değil mi? Yani Xitay sosyal medyada bunu kahraman kılıp etti Xitay'ını. Yani şu Japonlarga baş egmedi bu depçi. Bu Xitay'ınki ahlaksız, iş ahlaksız da diplomasi içindeki ahlaksızlık halini Xitaylar buna no'chilik deb ko'ryotidir. Aslında bu xalqaro munosabatlar tarixida yezildi hamdi. Japonya o'zining pozitsiyasini bozmay, ya'ni nima qilsam qil, men shu diplomasi qoida bilan men ishimni davom qilay deb nima qilmadi. Ya'ni ta'tir qarab yo'q, o'mayliqi qo'lni yanchiq silab yo'q qilmadi. Yani bir yerde Xitay'ınki şüphelilik gitme. Yani roşan bu kaldı, roşan görüldü.
Hem de Xitay yükselgenlikin hoşun devletlerle cidellen çıkıdı hem de. Çünkü hoşun devletlerle kanda ötüş münasebetine kanda kılıç cette Xitay'nınki bir inik bir siyaseti yok. Deydigan gaplar ya biz deganninki hoşnu olgankin ina hoşnutchilik mandaq yaxshi munosabat biz degan tarixdan beri munda inoq o'tgan biz degan hoşna urug' tuqqandek deydi-yu, ama qilgan ishi boshqacha bo'lgandan keyin Xitoyninki obrazi bir yolg'onchi degan bir obrazmi paydo bo'ldi. Xo'sh. Chunki xalqaro munosabatda hammamiz bilamiz, devletlarninki birisi bo'lgan munosabatni kontrol qilib tutib turadigan bir devletning yuqorisida bir devlet yo'q. Xalqaro qonun bilan tutib turdi, hamma odam xalqaro qonunga bo'ysunib ketmaydi. Shuningga devletlar orasidagi munosabatlar bir-birisiga bo'lgan ishonchlik ustida bu qurilib chiqqanda, Xo'sh. agarda bir devlet yolg'onchi bo'lib qolsa, abaqiman degan ishonchlik tugdi degan gap. Undan keyin sen nima desan, chiroyli gap desan ishonmaydi. Ve her ishni qilgan chaqda, gapni qilgan chaqda xalqlar bu rost deyotamdi, yolg'on deyotamdi deb necha o'ylashdi. Xo'sh. Belki shu Xitoyninki ziyni bo'lib qoladi. Chunki xalq san ishonmagandan keyin xalqma manda bo'lib qolsa qanday qilamiz deb ikkinchi, uchinchi planni qurib qo'ydida. Azroq bu Xitoy manda qilib qolsa, ani qilaylik. O ikkinchi, uchinchi planni hamda Xitoyga ziyon planlar bo'ldi. Xitoy mushlarni o'ylashmayapti. Sen jahonga hokim bo'laman deydigan bo'lsang, bütün devletlarninki menfaatini o'ylashga to'g'ri keldi. Yolg'izla sening emas. Bo'lmasa bu devletlar bilan chiqishamsan, sen jahonga hokim bo'lamaysan. Bu aniq bu. Agarda Amerika bilan tang bo'laman, taqobil turman deydigan bo'lsang, sening qo'shni devlet seninki kontrol qilayotgan rayonlar, Sharq Turkiston, Tibet, Mo'g'uliston, Tungan, Ningxia, Tunganiston deb qo'yaylik, Manchuriya degi harakat yo'q. Mushu rayonma tinch bo'lish lozim va muqim bo'lish lozim. Qo'shni devletlarma sening bilan inoq o'tish lozim ki Amerikaga taqobildir. Hozir bunda qilsa, o zaman Amerikaga taqobildir. Çünkü senin içindeki ebeki mesele olan rayonların arlaşalaydı, hem de bayağı diğer qo'shni devletler bile hareket kılalaydı. Misal şu milli xavfsizlik strateji hüccetinde mi? Janubiy Koreya ve Japonya'nın Tayvan'da bir ihtimal çıkıp aldığın canını aldığını iliş için tırışımlar da vardı. Xo'sh. Yani qo'shni devletlerine çıksalarlaydı. Ular degan ittifaqdosh devlet. Xo'sh. Shuningdek, Xitoy ba'zi meselelarda bu cho'ng devlet bo'lgandan keyin cho'ngchilik qilolmayotdi. Yana shu chupaylik qilyotdi. Bu chupaylik uzun müddetde Xitoyga bir foydasi bo'lmaydi. Qisqa müddetde agarda jang bo'lmay qolsa, Xitoy bu da bir foyda olgandek ko'rinsimi? Ama Xitoyga bo'lgan ishonchlar bo'libmi bu taraqqiy qilib bo'lgan devletler, Xitoyga pek ishini ketmaydi. Taraqqiy qilolmagan devletler Xitoydan ba'zi manfaatni ko'zitib turib, uning bilan munosabatni qurdi hamda. Xo'sh. Bu jahonda bilamiz, ya'ni 20 devlet bor, jahonni so'rayotgan. Bu 20 devletninki 20dan ko'p agarda Xitoy tarafda bo'lmay qolsa, Xitoyninki kelgusimi bu qiyin bo'ladi. Yani hem diplomasi jihatda bu ishni yaxshi qilolmayotdi, hem de bu yumshoq kuch deydigan bir kuch var, o soft power. Xo'sh. Yani xalqlarni qo'rqitmay turib, xalqlarni jalb qilish kuchi degan gap. Yani xalqlarni seni suydigan holiga akilish degan gap. Ama sen bu pozitsiyada bo'lsang, yumshoq kuchingni ishlatamaysan. Yani qattiq kuch her zaman ishga yaraydi degan gap yo'q. Bazen yarmay qoladi. Chunki bu Japonya meselesi, Xitoyninki yadro menfaat meselesi tamam.
Tayvan meselesi. Ama onu diplomasi yolu bile, başka siyasi yolları bile hal kılış gerekti. Ama onu kılmadı. Yani neyim deyimiz, ama o uçuda uruşkan adamlar muş etip ağzı burnu kanıgandan keyin, onundan keyin tekima pes usluplarını işitishga başlaydı. Başlangıçta okşap geliyor. To'g'ri. Xo'sh. Doktor hamda yuqorida so'zlab o'tganingizdek shu hozir nurg'un analizlarda bu vaziyat keskinlashgan sari chiqayotgan narsalardir. Amerikaning biroz sukut turib edishi jiddiy ayblanyapti. Masalan, yillardan buyon Amerika men sizning bexatarligini qo'g'dayman, eng yaqin ittifoqdoshim u deb Yaponiyani nurg'unlagan ba'zilar bor edi. Shunda turibmi Xitoyning bunchalar nomussizligiga, bunchalar tajovuzchiligiga jiddiy keskin turmaganligi ayiblanayotgan maqolalarni o'qidim hamda. Bu jiddiy Xitoy hozir atrofiga uning ustiga bu Tinch okeanga nurg'unlagan yuzlarcha kemalarni yig'ib o'zini ko'rsatib naqavatdi hamda. Intayin Amerikaning biz sinaq ustida turayotganligi, Amerika o'zini haqiqiy bir o'tirg'i qo'yib berdi Xitoyniki bu zo'ravonligiga to'xtab damdi yoki bunda chunki sukut qilding degan gap siz yuqori degandek Xitoyni jasoratlantirib texambak qildigan zo'ravonligini, zo'migarligini oshirdiganga maydon ochib bergan bo'ldi amaliyotda Amerikaning har bir sukuti deyilyapti hamda. Siz uchun nima uchun bu sukut hamda Amerikaniki? Hattoki tunugun men Takaichi xonimninki bir reportaj suhbatda texmi ig'ir gap qilganligini ko'rdimda hamda. Bu Xitoyninki mavjud dunyo yer yuzidagi mavjud ya madaniy dunyoga oid bir davlat emasligini, bir diktator bir rejim tarafidan boshqarilayotgan davlat ekanligini degan bir inglizcha alt yozilgan xatlik tarjima qilibdi hamda shu suhbatni ko'rdim hamda. Shu darajada ig'ir gaplarni qilyapti hamda. Siz shu sukutni Amerikaniki sukuti. Birinciden bu Trump'ın neyim oylayotganini bilish biraz qiyin bo'ladi. Hozirgi Trump rasyonel bir ish qilmayotdi. O ticaretde kazangan tecrübe bile bir xil oyunlarını oynayotdi. Hozirgi mevcut xalqaro munosabatlar nazariyasi bilan Trump'ni aniqlash yoki Trump'ni bilmek pek tez bo'lyapti. Bu bir, shuningga bu yerdagi bu xil Xitoyga qarshi bu sukunatda turishi ni aniqlashma, yani uçuk bir şekilde aniqlashma qiyin bo'ladi. İkincisi, belki vakti saati to'shmadi. Yani Xitoyga deyiladigan vakti saati muhitla tayyor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Çünkü O'rta Sharqdagi meseleler turibdi, Ukraynaning meselesi turibdi. Bu meseleler hal bo'lmay, dünya tinch bo'lmay turib, biraz Xitoyga bunday qattiq qo'lliq siyosatni ilib borsa, yaratgan ba'zi inkazlarni kontrol qilolmaydigan yoki o inkazlar yig'ma cho'ng bir vaziyatni yaratib bilishdan ansirayotgan bo'lishi mumkin. Çünkü biz bunda narsani ko'ryapmiz. Trump hozir shu o'zining armiyasini kuchlantirishga tirishyapti. Bu bir armiyani kuchlantirganga qaragan chog'da bu bir jangning oldini olish yoki jangga ketilish degan gap endi. Xo'sh. Demek ki bir maqsadi bor bu yerda. Bir jihatdan qaraymiz, bayağı siz degandek va biz hammamiz ko'rgandek, Amerika o ishlarga aralashib ketib, bu ishlarga aralashib ketib, o ishni tashlab qo'yib, atdiganda munda deb, oqshom anda deb, shunday bir pozitsiya bor. Amerika bo'lgan bu ishonchliklarni aziyotdi hozircha. Burunga qaraganda. Amerika'nın içki meselelerine bağımdı. Nurgul partiler arasındaki cideller, cemiyetteki etnik dokunuşluklar degandek, iktisat deyimiz, turmuş deyimiz, hem nurgul meseleler bağımdı. Yani muşlardan, muşu sebeplerden belki hazır muşu Xitoyga karşı
bir xil sükunetde tuğandek görünüp adamdaki dep oylayman. Hoş. Xoş. Yana Takaichi xanımның мәсьәлесен чыгып буламадык. Бу кытым ош Азия Tinch Okean iqtisadi hamkorlik yig'iniga texi yangi vazifaga o'ltirib bu yig'in qatnashgan vaqtida endi muz bilan o'tning söhbati deb Xi Jinping bilan ko'rishdik hamda 31 oktyabr. Bu yerda endi nihoyatda qisqa davom qilib tarjimondanki olgan vaqtini o'ylasam 30 minut davomlashgan suhbatda nurg'un masalalar deyilibdi hamda xabarda e'lon qilingan narsaga qarasak, albatta Xitoyning shu Yaponiyaning dengiz mahsulotlari eksporti, siyrak to'pi eksport kontrolligi, Senkaku arining egilik huquqi masalalari, Xitoydagi Yaponiya fuqarolarining bexatarligi hammasini deyishibdi. Shuning bilan birga bu yerda Sharq Turkiston va Hong Kong vaziyatini qattiq andish qilayotganligini ta'kidlaganligi berildi hamda. Bu uchrashuvda albatta boshqa rahbarlar qatnashgan bo'lsa-mu, birdan-bir Sharq Turkiston masalasini o'tirib qo'ygan bir rahbar bo'lgan bo'ldi hamda. Kun tartibga elib kelgan. Shu hamda bu masalaga fikringiz bo'lishi mumkin hamda. Hamda bosh ministr Takai'ninki men degandek minayotgan yo'li Shinzo Abe'ning yo'li. Shinzo Abe Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lgan. Shundaqla bu Yaponiyada meclisning ichida Tibet, Sharq Turkiston deganni tili ilyotdi. Ammo bayağı siz degandek bu ba'zi davlatlar olmaydigan bo'lib qoldi hozir. Ularninki o'ylari bordi. Masalan, Avstraliya unda qilmayotdi masalan. Yeni Zelandiya qilmayotdi, burun qilgan. Bu yig'in qatnashgan chaqdimi Xi Jinping bilan yaxshi inoq o'tayli deb kulib qilib ko'rishdi. Xo'sh. Yani bu demek ki hozirgi bu Japoniyaning hukumatiningki bir siyosati bo'lishi mumkin. Yani Sharq Turkiston meselesi bilan munosabatlik. Ama kelgusida qanday bo'ldi buni men diyemeyim. Belki Japonya'daki balla belki bilişi mümkün. Ama hazır Xitayning ko'zida bu Japonya Sharq Turkistonga aralashyotidu ve Sharq Turkistonga aralashish Ikkinchi Dünya urushida vaqt jarayonini hatırlatyotidi ve ondan evvelki 1930'larni hatırlatyotidi. Bu Japon ya degan devlet Sharq Turkiston meselesiga qo'l selib Xitoyni sıkıştırış, Xitoyga besim ishlatishning bir vositasi qilib ishlatmoqchi bu degan Xitoyning qalbisiga mushu kirdi deb o'ylayman. Xo'sh. O'z vaqtida 1930'larda Japonya Sharq Turkistonda bir devlet kurishga yeltengan. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'ninki nevrisini Hindistan'dan tepip gelip, yani Ahmet Abdülkerim Efendi'ni tepip Japonya'da yetiştirip ondan keyin dünyanın bir aylansın deb New York'ta onunki bir otelde özünü öldürüp alganmı, haq öldürgenmi hazırgacha aniq emas, öldü şunu. Bunu unutkanı yok. Ondan keyin nurg'un şu Japonlar Müslüman bulup Sharq Turkistonda yaşadı. Mavo, Nima, Tunganlarning rayonida yaşadı. Ve Sharq Turkiston, Moğoliston degandek hatta Tibet rayonlarda bazı istihbarat faaliyetlerini kıldı. Bu istihbarat dokladlar hazır Japonya'da uçuk, aşkar köylü buldu hazır. Demek ki Xitoy bulmuşunu hatırlagan vaqtida Japonya herhalde bizim şu Sharq Turkiston'ni kozur qilib bizga ishlatmoqchi deb o'yga keldi deb o'ylayman. Ama degandek bu Shinzo Abe'dan Takai'gacha Sharq Turkiston meselesini, Uyg'ur meselesini bir insan hakları ramkasının içinde bunu davatkan gap. Çünkü bu insan haklarımı Japonya'da mı bir moyun bir kıymet qarashamdi. Xo'sh. Yani demokrasiyle birlikte Japonya'nın ki bugün Japonya buluşu veya degandek demokrasi, insan hakları degandek nimalarni kıymet qarashlarini qabul qilg'ashdi.
Ama Asiyalık bir devlet bo'lg'achqa, yani o'ziga xos bo'lgan bir xil tuzum va tushunchami bor. Shunga G'arbninki demokrasiya, inson haqlari o'xshamasmi? Ama bu gövde kısmı, esas kısmı o o'xshaydi. Yani bu Japonya'nınki bu Uygurlarga bunda sahip çıkışı belki hükümetinin içinde hazır əməldar bo'lgan, yani minister bo'lganlarning arasında mı ortak göz qarash bo'lishimi mümkün deb o'ylayman. Japonlar mı o Asiyalık bo'lg'achqa ba'zi masalalarni aniq demaydi-chi. O'zining qaror ilib qandaq bunday bir fikrga kelganligini mi deb bermaydi. Hatta bunu deyish uchun andak gapni qilayli, ani deyish uchun mandak gapni qilayli deydigan bir uyumu bandi. Xo'sh. Shuningga bu Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ygan chog'da men taxmin qilaman, ular hukumatning ichida, kabinaning ichida ilingan o'rtak bir qaror bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ya'ni hukumat bo'yicha Turkistonga ko'ngil bo'lyapti deb tushunsak bo'ldi. Xo'sh. Doktoram nima shu tijorat savdo urushi Amerika Xitoyning davomliq birdan yuksilib, birdan tuvallab deganda ketyapti hamda. Trampningki Xi Jinping bilan Koreyada ko'rishgandan keyin ikki yil taraf bir-birisining narsasini tushungan bo'ldi hamda. Bu sizga hamda Xitoy Amerika mollariga qo'ygan tamojabachini bir yil to'xtatgan bo'ldi degandek. Va bir tarafdan yana qarasangiz Amerikadan bizning xabarlarimiz davomliq, ya'ni bir kun turib bir kun degandek, hali Xitoyning texnika mollariga, hali bir narsaga yana jazo bir tarafdan kelib turdi. Shunday egiz pastchilik hamda. Sizce bu ikkisiningki urushi shu shaklda faqatlan bir zaman, vaqt qozonish uchun Amerikaning Xitoyga qilayotgan narsalari bu hamda. Xitoyni texnik tiz cho'ktirish uchun oldimizda texnik yilqa faqatla bir vaqt qozonish uchun qilayotgan ishdek tuyuldi insonga Trampning ijro qilayotgan umuman Amerikaning siyosati. Va siz yuqorida azroq tilg'alib o'tib ketdingiz. Shu Tramp butun yadro qurollarini sinashga ham buyruq tushaganligini ham dedi. Hatto Tramp bilan ko'rishish, Xi Jinping bilan ko'rishdan bir qancha minut burun e'lon qilgan narsada shu Xitoyninki bu sinoqlarni qilayotganligini tilg'ab turib, men buyruq tushadim, yo'l buyruq tushadim. Chunki Xitoy Rossiya bularni qilyotdi, u bu deganda gaplarni qildi. Shuni umumiy shaklda bir analiz qilib baqsak. Hazır şu soğuk urushdan keyin devletler arasındaki bu düşmanlıklar burunqidek emas. Düşman degan hukmnoma burunqi tushuncha bilan izoh qilishmi qiyin bo'lyapti. Xo'sh. Çünkü burun düşman desek arasındaki münasebet bo'lmaydi. Münasebet bo'lsa üzüp tashlaydi. Hazır misalga Amerika Xitoy arasında mujnay jirikliklar bor, raqib bor. Xitoy deydi, men 2045'te dünya hakim bo'lman deydi. Amerika deydi, men o'rnimni bermayman deydi. Ama ikki devletninki iqtisod, tijorat va xil sohalarda bir-birisi bilan munosabati yaqin dedi. Misalga deyli 2024'te Amerika Xitoy arasındaki bu ticari sumu 600 milyar 680 milyar o değil mi? 680 milyar dolarlık. Bu ikisi uruşuvatıda, sokuşuvatıda değil. Bu ticaretin sumu nemi degen yüksek yani. Hazır Xitoy qilayotgan ticaretten yalğızla o'ziga payda bo'lgan miqdor 1 trilyon dollardan eşipti. Yani Xitoy ticaretten yeni pul tepatidi, yeni Amerika bilan bo'lgan ticaretni devam qilyotidi. Shuningga bu munosabatlarni tamamen üzüş biraz qiyin. Burun biz ah veya kara deb ayırıyoruz hem de düşman devletini. Hazır hem de kara ve akның arasındaki kül renk, gri renk bile tonuşka mecbur. Yani bir cetten bular siyasi cetten, xavfsizlik cetten bular bir rakip, düşman.
Ama iktisat cihetten, ticaret cihetten, dünyanınki iklim meselesi, insan kaçakçılık meselesi degandek bazı sahalarıma yana hamkorlik qilishga mecbur kılıverdi. Şununla Trump bir cihetten Xitoyga bazı yaxshiliklarni qilgan bo'lsa, ba'zi vaqtida Xitoyga qarshi ba'zi tadbirlarni ilib beryapti. Xo'sh. Çünkü yumshadik, yaxshi bo'ldik debla tashlab qo'yganini ko'rmadik yani. Yine buningki tadbirlarni ilyapti. Xi Jinping'e bo'lgan bir amroqligimi bormidi? Tırnak ichida deyli, amroq kelimani. Trump'ning Xi Jinping'e bo'lgan shunaqa nimasimi bor? O Kore'deki görüşten kim yama maqtab ketdi bu görüş ehmiyetini. Yani 10 numar versek bu 12 birden. 12 deb aşna deb ketdi. Aslında bu yerdeki deyilgen narsalarning hiçbiri amalga oshmabdi. Maqtab turib uramı gideyim ben şu. O dümbesini silab turib. Trump aşna tarafıma buluş mümkün. İgiz kötürüp durup ursa alaka tekime qattiq tegdi emasmi? Aşna qilishim mümkün. Ama Xitoyni o'ziga yoki xalqaro tuzumga bog'lashnimi o'ylayotgan bo'lishim mümkün, ya'ni ba'zi bisim yo'li bilan. Ama Xitoy hamda bo'ysunmaydi. Xitoy hozir mavjud tuzum, xalqaro tuzumga qo'g'duvchisi deb ko'rsatyapti dunyoga. Tinchlikni qo'g'daydigan bir davlat deb ko'rsatyapti. Trumpni mushu tuzumni bozgunchi, dalxo deb ko'rsatyapti Xitoyni. Ya'ni bularning orasindagi munosabatni ya ah ya ko'k deb ayirish biroz qiyin bo'ldi. Bu qiyinchilik texmo tadqiqotchilarni qiyin holiga ekib qo'ydi. Chunki bilish biroz qiyin bo'ldi. Tünügün degan gapni asas bilib bir xulosa chiqarsa, ama bugün onundan o gapning ta'tirdagi bir vaziyat bo'lib qoladi. Shuningla sammo o'zgartirishga majbur qolsa, bu yolg'izla bu Turkiyada emas, Amerikada bo'lsin, Germaniyada bo'lsin, hatto Xitoyda bo'lsin. Bilemeyiverdi yani bugün mandak analiz kılımız. Erde onun gibi karab andak analiz kılımız. Ama Trump mı muşnundan hoşal bulduğun okşaydı. Bu güllerin hemsinin kalısı kıyıp gitti depçi. Kallanlar kıyıp gelse ben tekim aslan çıkılalayım ben. O öyle ticaret soğudu faaliyetlerde koluğa düşüyen bir kazanılan bir tecrübe değil mi? Muşnu işiltip oynavadı dep oylayman. Şununla bu aldığımızdaki taraqqiyotga qarab her basqıçta bir analiz qilishga mecbur qilyapmiz hamda. Shu. To'g'ri deysiz yani. Xayrli bo'lsin inshaalloh. Hamda shu Suriyadagi Uyg'urlar masalasi haqida Asad Hasan Shayboniyning Xitoy ziyorati jarayonida Vangi bilan ko'rishgan vaqtda chiqqan xabar g'ulg'uli qo'zg'adi albatta. Qarib turadigan to'rt Uyg'urni o'ldirayotgan. Darhol Suriya hukumati buningki asossiz ekanligini bildirgan bo'ldi. Lekin bu yerda Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisining axborotga qarasak, Vangi bilan ko'rishganligida uchirish davomida Xitoy Suriya munosabatini yaxshilash, bir-birining ichki ishg'ollashmasi kerakligi, shundaqla Turkiston Islom harakati bo'lsa, BDT tomonidan xalqaro terrorlik tashkiloti deb tanilgan Suriya tarafi hech qanday bir organning Suriya zaminidan foydalanib Xitoyning manfaatiga zarar yetkazishga ruxsat qilmaydi u bu degandek narsalarni o'sha va'di deb Xitoy shunday ba'di hamda. Sizlar ham bir analiz e'lon qildinglar shu vaqtida Uyg'ur tadqiqot institutida. Shu axtiki o'tirg'i chiqqan nopuzliq bir axborotdan Reuters'dan chiqqanligi uchun bu g'ulg'ul qo'zg'agan bir masala bo'ldi hamda. Oldimizdagi yillarda yoki bosqichda nimalar bo'lishi mumkin masalan bu haqda? Bu g'alati bir ahvol bo'ldi. Bu AFP'ninki Fransa
xabar agentininki muxbiri nima Suriya hukumatining ikki kishi bilan ko'rishgan vaqtida Xitoy shu 400 odamni istaydi-ki, bu degan gapni debdimish. Bu gap teshib chiqib bo'lguncha bu Suriya hukumati unda bir gap yo'q, unda bir so'z yo'q dedi. Endi shunda bir gap yo'qli deyli. Yalg'on deyli, tugidi. Agar yalg'on bo'lmagan bo'lsa, nima degan gap? Bu gap bikaga o'tirib chiqdimi? Fransiyaningki bu AFP bu xabar ajansining xalqaro inovatli bir yer, bir ajans. Xabar merkez. O pek ishonchli bo'lmagan xabarlarni bermaydi. Mushu jihatdan o'ylagan chaqda bu 400 odam masalasi mavjud deb qo'yaylik. Yo'q deganni qayirib qo'ydik. Bor qolsa deganni analiz qilyapmiz. Undaqda bu 400 kishiningki gapini kim tarafdan deyildi? Yani Suriye hükümeti tarafı mı? Xitoy tarafı mı? Hoş. Yani Xitoy tarafı mushu 400 mushu Uyg'urlarni men senga mushu mablag' solaman. Mushu Suriyani yengidan qurib chiqish jihatda men yardım qilaman deb. Ama karşılığında mushu 400 odamni deb mandat edimi? Yoki Suriyadagi amaldorlar biz sizlarga 400 odamni beraylik, sizlar mablag' saylanlar dedimi? degan masala mi chiqibdi hamda savol. Xo'sh. Agar da bu rost bo'lib qolgan bo'lsa, AFPning bergan xabari rost bo'lib qolgan bo'lsa, mencha bu gapni shu Xitoylar chiqargan bo'lsa kerak. Birinchisi bu hozirgi yangi Suriya o'tkinchi Suriya hukumatining pozitsiyasini o'lchash, tomonni tutib yiqish. Yani nima deydi u? Çünkü 400 adam degan vaqtida bu bekla butun bir son. U yerda degan 10 minglarcha adam bor. 400 adam bu sonni nima uchun bunda bir butunning ichida deysan? Agarda men yolg'izlar terroristlarni olib ketaman deb tirnoq ichida bo'lsa, bu 372 bunda bo'lmamdi. Nimishki bu? Demak ki sinab yiqish uchun yo'qlab nima tomo tutbaqam bo'lish mumkin, ya'ni qanday inkos bildirdi deb. Xo'sh. Suriya hukumati inkosni darhol berdi, unda gap yo'q debchi. Shuningga bu ehtimol Xitoy tarafdan deyildi deb o'ylayapman. Ya'ni Xitoy bu Uyg'urlarni bermasang men senga yardım qilib bermayman degan bir nimani signalnoma bergan bo'lishi mumkin. Shuningga bu Tashqi ishlar ministri Shabanininki Xitoy ziyoratidan keyin yolg'izlar niyat bilan munosabatli gaplarimiz. Munosabatni yaxshi qilamiz, undaq qilamiz, mundaq bo'ladi, sizlar undaq qilamiz, bayasiz degandek. Ammo Suriyaga manchilik mablag' solamiz. Suriyaga manchilik akilimiz. Bu aniq narsalar yo'q. Yani aynen mushu Afg'onistonga nurg'un so'zni berib, Afg'onistonga amaliy jihatda qilib bermaganga o'xshash. Xitoylar. Xo'sh. Tabii Xitoy nima uchun bu Uyg'urlarni akitman deydi? Aketgandan keyin shu 10 minglarcha insonni akatsamamdi. Nima uchun 400? Bu aslında agarda mushta g'ulg'uli yarata olsam, chet eldagi Uyg'urlarni qo'rqitalayman, sen nega qochib qolsang, men shu yerdan seni tutib kelayman degan uchunni bermoqchi. Xitoyninki bir kinosi bor, o'ylaqa urushqa bo'ra degan, Janlang degan bir kinoda. O kinoda ma shunday qilib nima Shimoliy G'um liderini Chechenni qo'g'lab tutib uni o'ldirganda, undan keyin Xitoy komutanı Chingtangni unda bir so'zi bor. Junghuaga chekingan har qanday bir kishi bo'lsa, nega qochib ketgan bo'lsa, shu yerda o'ltiralaymiz deb. U kinoda mushu gapni takrorladi-da. Shuningga bu xalqaro mushu Xitoyning diplomasiyasini urushqa bo'ra deb ash kinoda shu so'zdan kelgan bir so'z hamdi. Yani demek men agar 400 odamni akilalasam,
chet eldagi Uyg'urlarning yuragini siqalayman. Xo'sh. Nereden bo'lsam tutunaman. İkincisi memleketinin içindeki Uyg'urlarıma bir agalandırış. Yani senin sırt chet eldagilar sizlarga sahip chiqqanlar mana halimi shu. Buni Taylandda bir qitim qilib oldi. Taylanddagi Uyg'urlar deydi. Xo'sh. Bu Xitoy chetda mushtlab bir manfaatlari bor edi. Hammasini aytsa qanday bo'ldi? Hozir hamda Suriyadagi Uyg'urlar hamda bu Suriye grajdanı. Hükümette o'rin aldı. Yani bir devlet, gerçi bularning yeni asas kanun çıkmadı da, asas kanununki muhim bir maddesi, şu grajdan tava bo'lgan grajdanlarning hammasininki xavfini qo'g'dash bor. Bundan keyin xalqaro qonunlar bor. Har qanday bir devlet, yani bir devletninki o grajdanini xalqancha istigili bo'lmaydi. O ma'ni bo'lgan. Eğer de bir senin devletinin adam o A devletke kaçıp ketken olsa, eğer de o bir cinayetçi olsa, adam öldürgen, yok oğurlayan çıkılan başka siyasi sebepten kaçıp ketken olsa, onu mu kayıtıp eklemezse, halkara kanun var, ruhsat vermeydi. Şununla Suriye hükümeti mi vermeydi ruhsat. Yani Xitayga ondan ruhsat vermeydi. Şununla bu iki taraf arasında hem de Uygur meselesine müzakere kılışkı başladı desek oldu. Bu meselenin bu Uygur meselesi iki devletninki münasebetiga kirgan oldu ve iki münasebet devam kılgan sırı Uygur meselesi devamlı üstelinin üstüde turdu hem de. O da o nimedeki Afganistan'da boğandaki. Yani Suriye'deki Uygurlama grajdanlığını hemmesi iliş lazım. Terakkiyattige, iqtisad terakkiyattige töpe koşur. Suriye'ninki yeni bir Suriye oluşu için özünün töpesini koşur ve özününki haklarını qoğdaş için bu kurmakçı bo'lgan yoki müzakere kılıvatkan bu asas kanunga özününki bazı menfaat bilan munosabatli moddalarini kirgizishga tirishmak lazım. Qandalı bo'lmasa, hozirgi Suriye hükümeti Uyg'urlarga ko'ngil bo'lgan taqdirda vaqt uzagan siri başka haqlarni, başka siyasi yo'llarni Suriyani boshqargan vaqtida belki Uyg'urlarga ziyon berdi ahvollarni bo'lib qilish mumkin. Buni bu 20-30 yilda kimki gapni da'vatimi? Suriyani necha xil millatlardan tashkil topgan, ham din jihatdan farqlilik bor, ham da etnik jihatdan. Şununla bu Xitay Uyg'urlarni terörist davası nemishga qo'g'daysa deydigan adamlarga chiqish mumkin. Şununla onun aldını olish uchun grajdan bu muhim. İkincisi şu müzakere kılıvatkan asas kanun ve başka kanunlarda özünün hakkını qo'g'daydigan bazı maddelerini kirgizishga tirishmak lazım değil mi? Bu vaqtida Xitay hiç alamaydigan bo'ldi. Yani bu vaqtida texmi Xitoyninki ABQ siyosati ishga yarmagan bo'ldi. Uyg'urlar texmi o'ziga bo'lgan ishonchi texmi kuchli deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi 20 noyabr Amerika parlamentida o'tkazilgan isbot anglash yig'inida tunji qatim balki Amerikada o'tirib qo'yilgan masala bo'lishi mumkin endi. Chunki butun davlatlar bilganimizdek bugungi mavjud, ya'ni bizga teng olgan Xinjiangni ishlatadigan. Albatta undan burun ya Gollandiyada va Sharq Turkiston ishlatilishi kerak deb majlisda o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Lekin men adamda shu Sam Brown pek ilgirki xalqaro diniy erkinlik masalasi sobiq alayda vakili Sam Brown pek shu hukumatning rasmiy hujjatlarida Sharq Turkiston iborasini ishlatish kerakligini tilga oldi va shunday dediki bu yerda xuddi Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq davlatlar azaldan Rossiyaning zimini bo'lmaganidek Sharq Turkiston va Tibetning azaldan Xitoyning zimini bo'lib boqmaganligini, Sharq Turkistonning Xitoyning yangi chegarasi emasligini, bu sabab hukumat hujjatlarida Xinjiangning o'rniga Sharq Turkiston kalimasini ishlatish kerakligini, Xitoyning navbatda ham bu jazo lageri jinoyatlarini, majburiy emgak jinoyatlari hammasini ijro qilayotganligi to'xtalib
nayet muhim söz kıldı hem de bir yerde. Ve Xitay'ınki dinden, bütün dinine karşı uruş kılıvatkallığı, hatta bizden atom bombalarımızdan, korallarımızdan bekerek dinden korkutan bir rejim hikayeliğini dedi hem de. Siz şu an bu düşüncenin Amerika'da oturup koyuluşu, bu vaktiki fikirlerinizi almasak. Bundaq fəaliyyətlər nəyətə mühüm. Çünki mənim ismim Erkin bolğan bolsa, mən xalqның Erkin deyişini xalamayman mən. Çünki mənim ismim bu. Yəni sən maaşdaq məni mandat tonuş lazım. Bunu hatta konzumu deyən. Yəni çət xalqlarınki ismini çət xalqның ağzında yeziş lazım. Vəqəni Xitay pərdisində yeziş lazım deyildi. Misalға bir diplomasi vəqə oldu, bir can vəqə oldu, bir vəqəni Xitayca yazğan bolsa Xitay pərdisində, amma o yer isim olsun, kişi isim olsun, aşı millətinin ismində yeziş. Amma Xitay bu isimlərini özgərtiyordu. Və Şərq Türkistan'da bəzi Uyğurlarma Xitayca isim koyuyordu. O Moğolistan'da, İçki Moğolistan'da, Cənubi Moğolistan'da buluyordu. Hazır Şərq Türkistan'da mı buluyordu? Şununla bu xil jurtumuzunki, ata-bobamızunki mirası bolğan jurtumuzun ismini biz Şərq Türkistan deb atağandan keyin bizninki degan talablarimiz to'g'ri bo'ldi. Xinjiang degan va ya Xiyu degan Xitoy qo'ygan narsa. Ammo bizninki degan narsa emas. Yani biz qo'ygan ism emas. Shuningga bu xil fəaliyyətlər mühim deb o'ylayman. Bayağı siz degandek bu rayonninki Xitoyning to'prog'i bo'lib baxmagan degan anglama kuchlantirish uchun tirishmak lazım. Ve bu rayonninki bir mustamlaka rayon bo'lganligini aniqlab qilish. Tabii bu oson to'xtamaydi. Bir chetdan akademikda tədqiqat bilan o'tirib qo'yish, bir chetda siyosiyonlar arasında ortak bir göz qarashga kelish. Bundan başqa xalqaro qonun bilan buni aniqlash degandek nurg'un sohalar bor buni qilish. Oson to'xtamaydi. Çünkü bu Viyana kelishimidan keyinla bir devletning ichki ishlarga aralashmaydigan bir qoidani o'tirib qo'ydi. Bu qoida hamda ba'zan buzilyotdi. Misalga Yugoslaviya taqilib, undan keyin Sırplar, Müslümanlarga irqiy qirg'inchilik siyosatini ilib borgandan keyin bir hukm paydo bo'ldi. Ya'ni mas'uliyatning qo'llanilishi deydi. İngilizce kısaltması R2P deydi. Bu nima deganda bir devletninki ichida ba'zi xalqning shu qiyinchilikda, açaqchilikda, tajovuzda, shu jangda agarda qo'llayolmasa, boshqa davlatlar qo'l silib qo'llayolaydi. Bu nima deganda abaqa degan ichki ishlarga aralashamaydi degan o kelishimni bozdi degan gap. Şununla bu ulus devlet kurulgandan keyin bütün rayon, bütün ülkemin, bütün rayonların hammanla pul samanla o bu degan bilan bazı vaziyatlerde pul sağlı buldu. Bunun kimi xalqaro qonunlarga tayinlangan taraflama bor. Şununla bu Şərq Türkistan'ın Xitayning bo'lmaganligini, Xitayning işgal qilingan bir rayon bo'lganligini, işgal rayonda mustamlaka siyasetini ilib berayotganligini ve onu az deb insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligini ve irqiy qirg'inchilik siyasetini ilib berayotganligini devamlı jakalandırıp şu maqsadga erishish lazım. Yani Xitoyning zimin emas. Xitoyning zimin emas degan yerda xalqaro siyosiy sohalarda qabul qilingan taqdirda ikinci qadamda Şərq Türkistan'ı qutquzishda osonga to'xtaydi. Shuningga bu asas meseleler, yani isimni o'zgartirish, rayonninki mohiyatini aniqlash degandek bu fəaliyyətlər nihoyatda muhim fəaliyyətlər. Xo'sh. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi ilgari biz sizlar nurg'un suhbatlarimizda shu Pakistan, Aruna çalmış, Xitayninki şu yerdeki
mablag' selish, shu yerdagi xalqlarning boyliqlarini bulantalan qilishga qarshi u yerda Xitoy injenerlar o'ldiriladi. Bu qatim Tojikistonda ikki qatim shu 26 noyabr va 30 noyabr kuni orada 4 kun farq bilan ikki qatimliq shu uçquchsiz havo apparati bilan hujum qilinib, jami 5 Xitoy o'ldirildi hamda va 5-6 yaralanib qolgan bo'ldi. Xitoy chiqishib bo'ldi, bu uni qilish kerak, buni qilish kerak deb jiddiylashib nas qilgan bo'ldi, lekin birinchi qatimliq hujumdan keyin yana 4 kundan keyin ikkinchi qatimliq yuz berdi hamda. Demek bu 5 Xitoyning o'ldirilishlar natijalangan bo'ldi. Oldimizgi kunlarda men davom qilish mumkin. Siz bu yerda bunday ishning chiqishiga bo'lgan ko'z qarashingiz. Bunun arka görünüşünü iniq tepemedi. Bizim o yerde yaşamagandan kim bilmeyiz arka görünüşünü. Xo'sh. Ama aşındak insanların ki nimdeyimiz yaşamagan bir yerde, kakaslık bir yerde deydi. Xo'sh. Alayda Xitayni tepip o'ltirgan qirg'anchaqda buningki nishoni yani Xitoy deb tushunsak bo'ladi. AQQdan hujum qilishi va yolg'izlar o'lgan Xitoy 5 ama yaralangan odamlar Xitoylarga xili bor. Xo'sh, xo'sh. Bunun sonini aniqlamadi. Demek ki bu rayonda yani Tacikistan, Afganistan arasındaki bu rayonlarda Xitoyga karşı bir hareketga o'tganligini deyaleymiz. Qaysi maqsad bilan qildi bilmaymiz ama nishon Xitoy bo'lganligini ko'rgan bo'ldik. Bu maqsadni biz xil analiz qilib bo'ldi. Aşağıdaki bu nimeler radikal kuchlar tırnak içinde Uygurlarni bu Uygurlarning tatvatkan bu zulümlara karşı nefretlerini ko'z tutish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. Al-Qaida bo'lsin yoki Daeshchi bo'lsin degandek. Yoki bu nimalarmi bor, bu Baluchilarmi bor. Baluchilarmi Xitoyninki shu Pokistondan G'adar yo'li bilan G'adargacha yasagan yo'llarga ama norozi nurg'un shu hujumlarni qilib ketdi. Ve bazı vaqtida e'lon qilgan chaqdami Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni mishna bo'za qilgan degandek gaplarni deb va istifchilik bildirgan ahvollar bor. O Baluchilarmi qildi. Yani Baluchining ishi va o jirahiyada deyalamiz balki. Shunaqa nimani arqa ko'rinishni xil nima yorum kılalayımız değil, analiz kılalayımız ama her xil ama qaysi to'g'ri onu azırca bilmeyiz. Bu xil ahvollar hozir yaqinda Qozog'istonda mı paydo bo'ldi? Qirg'izistonda mı bor? Yani Xitoylarni urib selib qilgan ahvollar mı bor? Hatta Qozog'iston reisi mi xalq bo'lib ichki davlatning munosabatini buzish uchun tirishayotdi deb. O yerdeki Kazaklar, o yerdeki Kırgızlar gelmesinde Özbekistan'da mı buluş mümkün? O yerdeki Xitaylar ulanınki nimelerini sömürüp aylıklarını ve Xitaylar paydalıp kitbardı diyen bir niyet öyle kılvadı. Yani bu Kazaklar, Kırgızlar. Yani kopak bu ABK Cumhuriyeti'nin digende kişi devletinin münasebeti bozulsun da kılgan işlemezdi bence. Çünkü ularning davatını biz işsiz kılvatımız, bizning baylıqni kötürüp etkit vardı, bizning devletini kembag'allashtiradi deb oyda bo'lyapti. Bundan keyin yaqinqi bir qancha yildan beri chegara ichilayotganligi Xitoylar shu ko'plab bu davlatlarga kiryapti. Misalga O'zbekistonda Xitoylar yo'qda Xitoy bor, ammo chiqamas. Hozirmi ko'payib ketgan gap. Şöyle yezlarda yani yalnızla şehir emas hem de yezlargacha Xitoylarni ko'rgan O'zbeklar bor. Yani bu Xitoylar yezlargacha kelyapti. Shunaqa bu ba'zi davlatlar Xitoyninki bu xil ichilish, yoyilmachilik, kengaymachilik hareketiga bir norozilik bildiriyotdi. Qo'lda qurol bo'lgan bo'lsa urib selib, qurol bo'lmasa namoyish qilib degandek
kılvadıdı dep oylaymandı. Bu yalnızla Afganistan, Tacikistan emas, yani kalan Türk Cumhuriyetleri de mi bu ahvallar mı var? Şu. Eğer de bu işini tüzemese bağın sıra şiddetlenip geçişinin kimi ihtimali bu. Tacikistan'a biraz mazır diktatör bir başkurşuyla bağışka hazır Tinçlikdə görüngen bilen Tacikistan'da yıpık kömürgen nurgun meseleler var. Hoş. Eğer de vaziyet başkaça olsa uyadıma patlap çıkışının ki ihtimalıma bağlı. Doğru deysiz doktor. Allah razı olsun. Nayeti tefsili halette toxtuluş gerek buğam nurgun mezmularını toxtaldıq. Hem de muşu bütün umumi muşunda bir vaziyet turuvatımız. Her daim ançı her programda emas, yani arlap 4-5 programda bir qatim soravatımın. Mevcut halkaradaki muşu teşkilatlarımız, Uygurlarımız, erkin dünyada yaşavatkan bizlerinin qilishqa tegishli işimizni xatirlatib turish kerak, aslatib turish kerak deb qarayman. Bir 2 minutlik qisqa gap bilan bizlarning qilishga tegishli bo'lgan narsamizni bir aslatib tugatgan bo'lsak. Ben 20 yıldan beri dep kelyapman ve nurgun videolar var. Bolupma şu kıyrindaşla uçuşuş yığınında %80-90 şu belgen dokulatım hemisi neymiş kılış. Hatta kelgüsünden neyim kılış. Hoş. Diğerlerine dep gelgen. Şununla bir 2 minutun içinde bulan amını değiş bulanı bir kıyınçılık buluvadı ama ben kıskaca dey. Bugünkü vaziyet naydı inik emas, mücmel, bilviliş ve kıyın buluvadı. Ondaqda şu Uygur teşkilatlarının ki akılını sınıgan bir vaziyet mevcut. Bazı taraqqiyatlar bizge yaxmayıvadıdı. Çünkü bizimki meseleler halkara siyasetinin merkezden jiratlaşıp vardı. Gerçi bizler gün tertipte çıkamadık da devatımız. Belki bir arzuna devatkan ulaşımı mümkün ama bir içinişlik bir hakikat babiyede. Ama manda bir nesnimi oylapış lazım. Her kanda kıyınçılıkta bir çıkış yolu var bu cihanda. Şununla bu vaziyetke karab yeni yollarını izleş doğru kildi. Tekima akıllı, tekima seviyeli, tekima uşak manda bir yollarını izleş. Burunki devir ötep gitti. Yeni devir başladı. Yeni devirde yeni siyasetini belgilep işleş. Onundan başka şu 2018-2022'de bizdeki en yaxşı bu fırsatta hemimiz köydük. O birlikte hareket kılışını yine koklayamadık. Çiçilanguluk oldu. Ama adamlar sekrep oturup çıkıp demegen gaplar kalmadı ama o fırsatını kaçırıp koygan bulduk. Şununla bunu bir tecrübe, bunu bir ders kılıp ilip, bunun keyin chet eldeki teşkilatla hemkarlık kılış doğru keldi. Eğer de kılamasa, içilip kelsek, hazırki bu kaylampançılık bir cihanda tehima ziyan tatımız. Şununla bu birlik bir yerde moyun. Birlik digini mi teşkilatla birleşsin demeye var değil mi? İşte birlik yani. İşini bölüşeyle, ortaklaşayla, maaşını teşkilat kısın, işini teşkilat kısın digende. Misalga közülmeydiğen bazı işler var değil. Dayılar şu Orhun Uygur devleti vaxtıda Uygurlarga naiti çoğun bir kaz okuganda. O kazının hesabını çıkarıp, üstümünü çıkarıp, Xitay төлep versin bu pulunu dep bizim işiltiş. Bazı alaqinler deydi bununki netice çıkmaydı deydi. Bunu hal kılıp olmaydı bunu deydi.
Ya bir yerde bu siyasi oylaysa, bir yerde o tünügün tıkı koyga bir yem biri bugünle kuyruğunu tutsa yapılmaydı. Yani bunun bir atmosfer yaratış, bunun ki Xitayga bisimni şekillendiriş degendektir. Misalga bazıları belki nimdeyimiz, misalga bazıları Tayvan'a basın. Tayvan'a biri milletvekilleri bile görüşüyor. Hazır Xitay sizlarga şu harbiy jihatdan tehdit qilyapti. Biz bo'lsak shu Xitoyni bir urib yo'qotaylik deyapmiz. Sizlar shu majlisda bir talash tartib qilib boqmamsizlar, bir qaror olsanglar, shuni bilan biz shu boshqa yerda xalqni urishmaymiz, shu Xitoyni uraylik. Bizim Rıza Pekin Paşa'mı Kore'de Xitoy bilan urushdi. Degandek bunda bu ishninki natija chiqmaydi, bo'lmaydi deymiz, ammo bu Xitoyga bir tehdit sağlam buludu. Hakikaten bu Uygurlar, Necman Uygurlar Kur'an'ı ilip Tayvan boğazını kovdaymış da Xitoyga karşı çıksa Xitoy nima deydi bu yerda? Yani menimki virajdanım ya da menimki adamlarım bana karşı çıkmadı degandek ironikdek bir narsa bo'ldi. Misalga bazı teşkilatlar 8. ayın 30. günü mecburi yo'qotib etgan adamlarninki hatırlaş günü. Nurg'un devletlerde bazı adamlar yo'qolib ketdi. Bizlarga yo'q. Misalga bazı teşkilatlar mush ishni qilsin. Şarq Türkistan'da kim yo'qolib ketdi, kim yo'qolmadi, ashlarni aniqlab, ondan keyin insan hakları teşkilatlarla hamkorlik qilib turib, onun yig'inini qilsin, onun xalqaro kun tartibini yaratishga tirishsin deganday. Misalga 10. ayning qanchinchi kunida Mao jang ölüm cezasına karşı deydigan bir gün var. Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki teşvik qilgan günü. Ve bazı teşkilatlar misalga Şarq Türkistan'da ölüm bo'lmasin, Xitoy ölüm cezasını kaldırıversin deb muşunun tirişi. Nurg'un xalqarada o'xshaydigan teşkilatlar nurg'un var. Bu teşkilatlarla hamkorlik qilib, mush ishni mush teşkilatlar arasında onundaki xalqaro kun tartibga akyasin bo'ldi. Eğer Şarq Türkistan'da bu ölüm cezasını kaldırsa, nurg'un Uygurlar sağ kalıdı degan gap. Bazıları deyli Şarq Türkistan'da hazır şu lagerning vaqtida nurg'un adamlar bir günah şu türmege solinib ketdi. Yani kesib etdi, shunami? Bu adamlar hammasi jinoyat ishlamagan, ishlagan bo'lsa siyosiy jinoyat. Bularni qutqusi uchun maxsus tashkilotlar hamkorlik qilib, shularninki tizimligini tepib, ondan keyin bularning munosabat egalariga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nurg'un komissiyonlar bor. Shularga murojaat qilib kun tartib yaratish bo'ladi. Ya'ni bu ko'zlangan ishlar deyapman. Xo'sh. Ya'ni bu energiyani chechib etmay, birlashtirib, misolga bir ish kanal bo'lsa, texnik kuchlik bo'la oladi. Çeçilgandan keyin bununki kuchi bo'lmaydi. Çeçilgan kuchning kuchi bor. Degandek nurg'un qilgan ishlar bor aslida. Xo'sh. To'g'ri. Ko'p rahmat doktor, Alloh razı olsun. Rahmat aytaman, sizlardan razı olsun. Xo'sh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiramiz. Haqiqatan nurg'un masalalar o'tirib qo'yildi. İnşallah Allah ömür verse aldığımızdaki sende yine başka nurgun temalarda görüşükçe aman bu gayslar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.